Kunlar keskin salqinlashib, sovuq kunlar hali boshlanishiga ulgurmay, har yilgi qishki mavsumda sodir bo'ladigan noxush hodisalar haqida yana eshitishni boshladik. Yana o'sha is gazi. Jizzaxda is gazi bilan bog'liq ayanchli hodisa sodir bo'ldi. 25 oktyabr tongida Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida sodir bo'lgan dahshatli voqea hudud aholisini qayg'uga soldi. Shu kuni taxminan soat 6:50 lar atrofida Sug'unboy qishlog'idagi xonadonlardan birida 2 kishi 2004-yilda tug'ilgan yigit va uning 2006-yilda tug'ilgan turmush o'rtog'i halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, yosh kelin-kuyovlarning jasadlari hodisa joyidan topilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlashga maishiy gaz sizib chiqishi sabab bo'lishi mumkin. Bosh prokuratura matbuot xizmatining Zamonuzga ma'lum qilishicha, hozirda holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Voqea sabablari aniqlanmoqda. Holatni o'rganish bo'yicha G'allaorol tumanida maxsus komissiya tuzilgan. Ishchi guruh tarkibiga hokimlik va favqulodda vaziyatlar bo'limi vakillari hamda tegishli tashkilotlar muhandislari kiritilgan. Ayni paytda tumanda portlash joyida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Darhaqiqat, qish yaqin, sovuq kunlar kelmoqda. Ushbu mavsumda is gazidan zaharlanish holatlari ko'payadi. Mutaxassislar har yili ogohlantirishlar bersa-da, afsuski ehtiyotsizlik sabab insonlar qurbon bo'lmoqda. Mutasaddilar fuqarolarni hushyorlikka chaqiradi va aholidan quyidagi tavsiyalarga amal qilishni so'raydi. Isitish pechlari va dud bo'ronlarini faqat mutaxassislar ko'rigidan o'tkazilgandan so'ng foydalanish. Qo'lbola pechlardan foydalanmang. Uyni o'zboshimchalik bilan gazlashtirmang va gaz asboblarining joylashuvini o'zgartirmang. Dud bo'ronlarining zichligi, tozaligi va havo tortish quvvatiga e'tibor bering. Shu o'rinda aytish o'rinliki, sal avval O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan ijtimoiy himoya reyestrida ro'yxatda turgan kam ta'minlangan oilalarga is gazini aniqlaydigan uskunalar bepul o'rnatish aksiyasi boshlangan edi. Balki ushbu uskunani har bir xonadonga o'rnatish qish mavsumida sodir bo'ladigan fojialarning oldini olgan bo'larmidi?